Dunyo poytaxti betakror Zominda bozor va korzinkadagi oziq-ovqat narxlarini ko'rib chiqamiz. Jizzaximiz bo'ylab shu kabi qiziqarli videolarni olishda davom etamiz. Hatto siz yashab turgan fayzli joylarni ham ko'rsatamiz. Agar sizda kibr bo'lmasa, ushbu sahifaga like va obunani bosish esdan chiqmasin. Rahmat. Qancha ekan kampirqon bu? 10 milyon 50 milyon. Tarvuz. Sazan qancha ekan sazan? Laqabal qancha? Hozir 2 kilosi 25 ming qo'yardim. Alanga qancha ekan aka? 15 ming. Xurmochi? Gulkaramchi? 5 ming. Arzon ekan. Qancha bu pista? Terimoqchi? 25. Xurmo qancha ekan aka? Bu 2 kilo 15 ming, bu 8 ming. 12 ming. Kilosi, qizilchachi? 5 ming. Olma qancha ekan? 12 ming, 10 ming, 5 ming. 2 kilo 15 ming so'm, 7 ming so'm, 4 ming so'm, 6 ming so'm. Hozir 25 ming so'm. Anor qayerdaki aka? 14 mingmi? 2 kilo 5 ming bo'ladi. Chesnok qancha aka? Bolgarchi? 8 ming. Nech pul ekan anor suvi? 15 ming. Nok qancha ekan nok? 18 ming, ha? Qaram qancha ekan? Qancha ekan? Behi. 4 kilo ming aka. Sholg'om qancha bratishka? Qizil kartoshka qancha ekan? 20 ming. Bedana tuxumi 12 ming. Olg'ish bu narximi? 85 ga 70, ha? Osh narxi qancha ekan osh? Qancha ekan bu Husaynlar? 8 bu 15. Banan 18 ming ekan, ha? Uzum qancha ekan? 13 mingdan. Brat qo'ygo'sh qancha qo'ygo'sh? Hammasi 20. Ha, bo'ldi. Dobla. 2 kilo 15 ming. Kichkinasi. Kattasi 10 ming? Atir 40 ming. 15 ming, 20 ming har xil. 80'dan başlayıp, Başla. 50 milyonu var. 100 ming, Qilchi. bu 80 ming. 150 ming. Qo'ygo'sh. Sariyog' qancha ekan bu? 80 ming. Assalomu alaykum. Qancha ekan bu? Zomindagidek yana qayerda? Korzinka va dehqon bozori yonma-yon joylashgan. Izohlarda yozib keting.